Şərq Türkistanlıq qarindaşlar. Şərq Türkistan xəbər agentliğinin xəbərlər proqramısını görüşünüzü qızğın qarşı alırıq. Tövəndə təfsili məzmunlarını diqqətinizə sunumuz. Şərq Türkistan sürgündü hökumətinin baş ministri Salih Xudayar Cənubi Koreya Eto Day xəbərləri müxbirinin ziyaretini qəbul qılıb, Şərq Türkistanның Xitay tərəfindən besib eliniş tarixini, Xitayның Şərq Türkistanni işğal qılıb alğandan keyin mustamlika və Şərq Türkistan xalqiga bastırış siyasətini yürgüzgənligini, 2014 yıldan başlap irqiy qırğınçılıqni avjiga chiqarganligini, jazo lagerlari və türmələrə qamalgan Uyğur və başqa Türkiyə xalqlarga inson qilpidan chiqqan vahşiy qilmishlarni yürgüzgənligini, Xitayning Şərq Türkistanda irqiy qırğınçılıq, assimilyatsiya yürgüzüşünün səbəbinin Şərq Türkistanның egillari bo'lgan Uyğur və başqa Türkiyə xalqlarını təltüküs yo'qotib, Şərq Türkistanni abdil abad o'zining bir parchasi qilib olish ekanligini, Şərq Türkistanның mustaqilligini asliga keltirishlar Şərq Türkistandagi Uyğur və başqa Türkiyə xalqlarının irqiy qirg'inchilikdan qutulib, hurlikka chiqishdagi birdan-bir yo'l ekanligini anglatib, Koreya hukumatini Şərq Türkistanga yuztashlik qilishga, Şərq Türkistandagi Uyğur və başqa Türkiyə xalqlarının irqiy qirg'inchilikdan qutulish uchun Şərq Türkistanның mustaqilligini asliga keltirish ko'rishini qo'llashga chaqiriq qildi. Ziyoratning jarayoni 25 sentabr kuni Eto Day xabarlari to'g'rida tafsiliy bayon qilindi. Xitoy yadro sinaq qilish uchun ta'sis doirasini barg'ansiri kengaytmoqda ekan. Hozirgi dunyo xabar to'rining 23 sentabr kunidagi xabarda aytilishicha, CNN'ning xabariga asoslanganda sun'iy hamrohdan tortilgan suratlar Xitoyning yadro siniqi elib berish doirasi ichida yillar bo'yi yangi ta'sislar insho qilganligini, yangi tunnellarni qazganligini, Xitoyning yaqin kelgusida yadro siniqiga hozirlanganligini ilgari surgan. Ammo hozircha bu fikrni qo'llaydigan hech bir dalil yo'q ekan. James universitetining yordamchi professori Jeffrey Lewisning bildirishicha, sun'iy hamrohdan tortilgan suratlar qatnash qisqastanchiligi, yaqinqi 3 yildan 5 yilgacha bo'lgan oraliqda yasalgan yangi yo'llar va ambarlar, tog'larning ostidagi yangi tunnellarning ortganligini tushundirgan. Xitoy 1996 yili yadro siniqi elib berish kelishimnomasiga imzo qo'ygan davlat. Sun'iy hamrohdan tortilgan suratlardan ma'lum bo'lishicha, Lubnurda keyingi yillari 5-yer osti tunneli qazilgan, yangi yo'llar yasalgan. CNN'ning doklatiga qaraganda 2022 yili va 2023 yili tortilgan rasmlarni selishtirganda bulang-talang shiddat bilan ortgan. Portlatqichlarning ambarlashtirilishi uchun 2021 yildan 2022 yilgacha yangi ambar selingan. Sinaq elib berish sohasi intayin keng bo'lib, turlarimi ko'p xil ekan. Yaponiyadagi bir guruh Xitoy mutaxassislarimi 4-oyda Lubnurdagi ortgan faoliyatlarni kuzatgan. Xitoyning yadro qurol ambari 2022 yili yanvardagi 350 dan ortib, 2023 yili yanvarga kelganda 410 ga ulashgan. Kernich xalqaro tinchlik vaqfidagi yadro siyosati programmasining rasmiy bo'lmagan akademiyani Fyota Kenningham Xitoyning ortgan yadro qurollari ambarining yadro quroli hujumi qo'zg'ashdagi tahdid ekanligini, bu ahvolning Xitoyning eng oldi bilan yadro qurollari hujumi qo'zg'atishga bo'lgan ishonchni orttirganligini tushundirgan. Turkiyada chiqadigan Akit gazetining 25 sentabr kunidagi xabarida aytilishicha, Xitoyning jazo lagerlari va turmalarga qamab turli qiynash, bosqinchilik qilish, assimilyatsiya va irqiy qirg'inchilikqa uchragan Uyghur va boshqa Turkiya xalqlarining soni oshkorlangan bo'lib, sonliq ma'lumotlarga asoslanganda bu son 3 milliondan oshib ketgan. Xitoyning O'rta Osiyodagi turk jumhuriyatlari bilan bo'lgan munosabatda kun sayin kuchayayotgan bo'lib, Xitoy vakillarining Qozog'iston ziyorati jarayonida Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlari duch kelgan irqiy qirg'inchilik tilga ilinmagan. Yevro-Osiyo net xabar to'rining 22 sentabr kunidagi xabariga qaraganda, Xitoy Davlat ishlari komitetining boshlig'i Panyu 17 sentabrdan 19 sentabrgacha Qozog'istonni ziyorat qilib, Qozog'istonning har darajalik hukumat amaldorlari bilan suhbatlashgan. Oshkorlangan uchurlarga asosan muzokara jarayonida Xitoy hukumatining Sharq Turkistondagi qozoqlarga tutgan muomalasi tilga ilinmagan. Xitoy Kompartiyasi Markaziy komitetining a'zosi Panyu bilan Qozog'istonning madaniyat ministri Ayda Balayeva ikki davlat organi o'rtasidagi hamkorlik bilan aloqador tushunish eslatmasi imzolagan. Qozog'istonning savdo ministri Arman Shakaliyev 9-oyning o'rtalarida Xitoyni aylanib, iste'mol buyumlari va dehqonchilik mahsulotlari ishlab chiqaruvchilar uchun yangi bozor ochmoqchi bo'lgan. Bu ma'lum natijalarga erishgan.
Qozog'iston bilan Xitoy yer tevrashga taqobil turish uchun kuchini birlashtirgan. Rossiyaning birinchi muavin energiya ministri Pavel Sorokin aniq bo'lmagan masalalar Qozog'iston va O'zbekiston orqali Xitoyni gaz bilan ta'minlashga to'salg'i bo'lyotidi degan. Xitoy bankisi O'zbekiston pul muomala sohasiga kirish mumkinchiligi ustida izlanayotgan bo'lishi mumkin ekan. Вечерний Bishkek taratqusining xabariga qaraganda, Xitoyning yumshoq kuch tashabbusi Xitoy ko'z kasalliklari doktorining Qirg'izistonga qilgan ziyorati va 600 qatim ko'zga oq tushish operatsiyasi qilishga ehtiyojli mablag' bilan ta'minlangan. Elon Muskning Ming o'zlik shirkati klinikalik sanoqni boshlagan. Bloomberg xabarlarining 20-sentabr kunidagi xabarida aytilishicha, SpaceX va Tesla mashina shirkatining qurg'uvchisi Elon Muskning cho'ng miya o'zak tashabbusi Neuralink tunji inson tajribasi uchun bemor qabul qilishni boshlashda mustaqil tekshirish hay'atining tasdiqini olganligini e'lon qilgan. Neuralinkning bayonotida mustaqil tekshirish hay'atining tasdiqini olgandan keyin Neuralinkning palach insonlarga miya ko'chirishni klinikalik tajribalarda sinov qilish uchun kasal izlaganligi aniqlangan. Təxminən 6 yil davomlashadigan bu tədqiqatning qayerda elib berildiganligi va qanchalik qatnashquchini o'z ichiga oladiganligi oshkorlanmagan. Miya ko'chirish umurtqa zaxmlanishi sababidan palach bo'lib qolgan bemorlarda sinov qilingan. Neuralink shirkati 2023 yil mayda insonlarga qarata miya o'zak turini sinov qilishni boshlash uchun Amerika yemaklik va dori nazorat qilib boshqarish idorasining tasdiqini olganligini e'lon qilgan. Miyaga o'zak taqash ilgari maymunlarda sinov qilingan. Maymunlar kompyuter ishlatilgan. O'zaklarning cho'ng miyadagi signallarni muvaffaqiyatli sharhlab, uskunalarga yo'tkaganligi ko'rsatilgan. Cho'ng miya ko'chirishning bexatar ekanligi isbotlangan taqdirdami, mutaxassislar tashabbuskorlik bilan savdo xarakterli ishlatishga tasdiqlanishiga 10 yildan ko'proq vaqt ketishi mumkinligini o'ttirg'a qo'ygan. Mutaxassislar bo'lsa Neuralinkning cho'ng miya ko'chirishda mumkinchiligi bo'lgan texnika va bexatarlik andisini nazarda tutib, dastlabki qadamdagi tadqiq qilishning texmi astoydil va atrofliq elib berilishi kerakligini ogohlantirgan. Bugun dushmanni bearam qila oladigan amaliy qo'llashlarning kuchayishi hamda masalani hamdamlashib turib birlikda hal qilish xususida keng ko'lamda tashviqotlarning qanot yaydirilishi zarur bo'layotganda, o'limi atiqqa kelgan to'pning chambarcha silingan binodek bir gavda holda sharsiz Alloh yo'lida otilishining Allohga eng suyimlik amal ekanligi haqidagi oyat hadislarni esga olgan va eslatgan holda qo'llash ifodasi berganligini, mas'uliyat nuqtasidan mazkur masalaning jiddiyati haqida ikki og'iz zuvan surganligini ko'rolmayapmiz. Bir tarafdan iymon qayg'usi haqida so'z qilinsa, ishtonga patmog'idek chinqilib turib, g'ururi tutib ketganligini po'poz qiladigan, yana bir tarafdan bo'lsa, millatning zulmini ko'tarib o'tish yo'lida kim yordam qilsa, uning diniga kiradiganligi bilan jar soladigan atalmish millatchilarimizning bu vaqtdagi safarbarligi yoki mazkur harakatga doir faol chaqiriqqa ko'zga chaliqqani yo'q. Aksicha, sunniy kun tartib yasash bilan aldirash yurayotganligi ma'lum. Bugünkidek birlashishga va hamdamlashishga signal chalinayotgan chog'da qayergacha hamdam bo'lish va qandoq metodda birlashishni bilmaydigan passiv to'plarning maydonga kelayotganligi mundaq 3 turlik ehtimollikqa yo'l ochadi. Buning biri da'voning idealligini yo'qotib mulklashishga, bebaholikdan baholiq tovarga aylanib qolganligi. Yana biri bo'lsa, har qaysi gruppa va to'plarning tasmiliq ko'ndirilgan tiplarning kontrolligiga tushib qolganligi. 3-chi ehtimollik bo'lsa, kollektiv zihniyat chirishga mubtalo bo'lganligi. Passivlikning hukm surishiga yuqorqi ehtimolliklarning qaysi biri sabab bo'lgan bo'lishidan qat'iy nazar, bugünkidek millatning tasvirlashga so'z ijod qilib yetishtirib bo'lolmag'idek darajadagi xorliq va zulmlardan qutulishiga mingda bir yo'li bo'lib, bu yo'lning berish nuqtasi xiyonatga tutashmaydiganligi bo'lsa, hamma tarafdan hamkorlashmagan taqdirdami, nuqul aşı yo'l ustida bo'lsa-mu hamdamchi bo'lish. Xarakteri alvatanga xizmat hisoblanadigan, shunaqla deganda fursati kelavermaydigan bundaq muhim ishlarda vaqtincha nesiyador bo'lishga sal qaramaslik. Bar kuchi bilan qo'llab-quvvatlash odamiylik burch va uyg'urlik majburiyatdir. Chunki vatan ozodligi hamda zulmga qarshi turish yo'lidagi dushmanga qarshi zarba harakatlari ma'lum partiya yoki tashkilot yoki shaxslar bir-biriga dongishib qo'ysa bo'ladigan yoki o'zining mas'uliyatidan qochib anglamaslikqa, ko'rmaslikka selivasa bo'ladigan ishlar jumlasidan emas. Qandaqli fursat yoki imkoniyat mavjud tashkiliy guruhlarning qaysi birining qo'lida amalga oshadigan bundaq bir harakatda butun taraflarning do'lqin misoli yopirilib kelishlari zarur. Shundaqla mazkur fursat va imkoniyatlarni qo'llash harakati mohiyatda har bir Uyg'ur uchun odamiylik sinov tashidir.
Chunki bundaq bir aqlli harakatga passivlik qilish va irenchmaslik Uyg'urlik, musulmonlik, millatchilik nuqtai nazarlaridan hal qilgan, balki odamiylikka berib taqiladigan masaladir. Ma'lum bo'lgandek, Sharq Turkiston masalasida zulmga qarshi harakat masalasi zulmni bevosita yashayotgan biz uchun faktga va isbotga ehtiyojli emas. Shunga buning ustimizdagi vaznimi, hukmimi har qanday millat va xalqdan farqli. Bu farqni his qilmasdan o'zini Uyg'ur yoki musulmon yoki millatchi deb yurguchining hammadan avval insonligidan gumonlanishi, odamiyligidan shubhalanishi lozim. Zar-zar qaqshashlarga, dod-faryodlarga birilari ega chiqib boqmoqchi bo'layotgan arz shikoyatlarni aqtirishga kuchayotganligi ma'lum bo'layotganda, yana kelib partiyasi, derniki va tashkiliy tavallikka qandoq bo'lishidan qat'iy nazar o'rtaq hamdam kuchi shakllanishi taqozo bo'layotgan bundaq paytlarda passivlarcha sukutlar, atay diqqatni burash tipidagi arzimas tartishmalarning o't piltisini yaqishlar ko'zga chaliqib turibdi. Shuningdek, birilarining qapqaga qarab sado chiqarishga odatlanayotgan qalpoqlarmi hamda millatga xizmat, vatan uchun fidokorliklarini pash qilishdan, hammaning igdorchiligini o'z olqiniga kirgizishdan aram topmayotgandek ko'rinayotganlarmi boshni ichiga tiqib olgandek ko'rinadi. Passiv mazlumlik umumlashgandek, passiv siyosatvozlikmi avj olmoqda. Bu qadar bo'lib va tarafbozlarcha siyosatvozlikni o'ynayotgan har qaysi guruhlar qachongacha put tirab tura oladi? Qachon sukutni buzishga jur'at qiladi? Qo'llashga tegishlikini qachon qo'llashga atlana oladi? Uyg'urlik soyasi ostiga jamlangan insonlar to'pidan tarkib topgan har qaysi turkumning a'zolari qachon mas'uliyatini o'rindash uchun qadam oladi? Qaysi to'p haqqoniy bo'la oladi va qaysi passivlikni farqli usullarda davom qiladi? Buni kunimiz va oldimizdagi mazgillar isbotlab beradi. Acaba tarix mushundaq chaqlarni xotirlamasa, yana nimani xotirlasin? Burxon Muhammadning maqolasidan elindi. Bugungi xabarlarimiz bu yerda oxirlashdi. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'pdan ko'p rahmat. Kelar qatimki programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.